qimmat imtiyozlar Xalq banki boshqaruvi tomonidan tasdiqlangan xotin-qizlar uchun hamroh kreditini sizlarga tavsiya qilamiz. Qarz oluvchi ta'sischi tarkibiga ayollar ulushi 50% dan kam bo'lmagan, ayollar tadbirkorligi bo'lgan kichik va o'rta biznes subyektlariga, ya'ni yuridik shaxs maqomiga ega bo'lgan va yuridik shaxs maqomiga ega bo'lmagan tadbirkorlarga beriladi. Kreditning maqsadi tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish, tadbirkorlikni tashabbuskorlarni amalga oshirish uchun. Tashabbuskorning ulushi loyiha qiymatining 30% dan kam bo'lmagan miqdorda. Qarz oluvchining talablari: mijozning asosiy hisob raqami Xalq bankida bo'lishlari kerak, ijobiy kredit tarixiga ega bo'lishlari kerak, joriy muddati o'tgan kredit va foiz qarzdorliklari bo'lmasligi kerak, qarz oluvchining va ta'sischi va rahbar oxirgi 6 oyda o'zgarmagan bo'lishlari kerak va majburiy ijro byurolaridan qarzdorligi mavjud bo'lmasligi kerak. Kreditning summasi kamida 2 ta yangi ish o'rnini yaratishdan bitta loyiha bazaviy solish miqdoridan 1000 baravargacha beriladi. Kamida 5 ta